Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Lazizbek. Bugungi darsimizda bozordagi balans va disbalans haqida gaplashamiz. Siz tasavvur qilib ko'ring, bozorda faqatgina ikkita ishtirokchi bor. Bittasi yevroni sotmoqchi bir lot, ikkinchi tomon yevroni sotib olmoqchi bir lot. Bu holatda yevroni narxi o'zgaradimi? Yevroni narxi o'zgarmaydi, avvalgidek qolaveradi. Agar hajm kattaroq bo'lsa, masalan 5000 lot yoki 10000 lot bir taraf sotyapti, ikkinchi taraf 10000 lot sotib olmoqchi. Bu holatda narxi o'zgaradimi? Yo'q do'stlar. Masalani muhimligi bir tarafdan talab bo'lganda, ikkinchi tarafdan shuncha miqdorda talab qondiriladigan bo'lsa, talab va taklif bir me'yorda, ya'ni balans holatda turibdi deb hisoblaymiz. Bozordagi disbalans mana shu talab va taklif orasidagi mezon buzilishida. Oddiy so'z bilan aytganda kimdir 100 lot sotyapti, ikkinchi taraf esa 80 lot sotib olmoqchi. Bu joyda balans yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Va grafikda har doim oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi talab har doim ham bir me'yorda, bir balansda ushlab turishi imkoni yo'q. Kunni qaysidir qismiga borib, ular balans holatga kelib qoladi. Grafikda biz konsolidatsiya ko'ramiz. Konsolidatsiya ba'zan kattaroq, ba'zan kichkinaroq bo'lishi mumkin. Bu bizga muhim emas. Muhimligi bu joyda talab va taklif bir me'yorda, balans holatda turibdi deb hisoblaymiz. Balansdan chiqib ketadigan bo'lsa, masalan narx yuqoriga ko'tarilgan paytda talab ortib ketdi deb hisoblaymiz va grafiki shu qismida narx orqaga qaytib kelishini kuting, pastroqdan sotib olasiz. Shunga o'xshagan tavsiyalarimizni ko'p kuzatgansiz do'stlar. Nima uchun talab zona shakllanib, narx yuqoriga buzib ketsa, biz orqaga qaytib kelishini kutishimiz kerak. Yuqori qismida har doim ham talab katta bo'lmaydi do'stlar. Talab uni pastki qismida bo'ladi. Endi buni sabablari ko'p. Masalan, yuqori narxdan sotib olish hammaga ham qulay emas do'stlar. Xo'p, narx orqaga qaytib keladigan bo'lsa, uni pastki qismida sotib olishimiz kerak deymiz. Nimaga uni pastki qismida sotib olamiz? Chunki mana shu talab zonani shakllanishiga va narx impuls bilan yuqoriga ko'tarilib ketishiga sababchi bo'lgan katta tashkilotlar daromadda turgan pozitsiyalarni saqlab qolish uchun ham bu zonani himoya qilishadi va birlamchi ochgan pozitsiyalarni qo'shimcha yana ikkinchi pozitsiyalarni ochishi, ya'ni dalivkalar qilishni boshlaydi do'stlar. Shuning uchun ham biz har doim mana shu zonalarga teskari pozitsiyalar ochishga yoki shu zonalarni yorib o'tishga kurashishga harakat qilmang deb aytamiz. Chunki bu zonalar yirik institutsional tashkilotlar tomonidan himoya qilinadi. Agar mana shu institutsional tashkilotlar grafikda qanaqa qilib topsak bo'ladi, mana shu zonalarni qanday belgilashimiz mumkin degan savol paydo bo'lsa, bunda 8 ta mezoni bor do'stlar. Hozirgi darsimizda aynan mana shu mezonlarni birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqmoqchiman. Demak, biz darsimizni boshlaymiz. Siz atrofingizdagi shovqinlarni maksimalni kamaytiring. Sizlar bilan Lazizbek Ibragimov. Darsimizni boshida sizlar tomonidan kelgan savollarga javob berish payti keldi. Mana bu slayd haqida, ya'ni banklarning orderi haqida so'ragansizlar. Hozir buni javobini berib ketishim kerak do'stlar. Bu aslida Forex Live saytiga qo'yiladigan ma'lumot bo'lib, New Yorklik trader Justin Low tomonidan har 2-3 kunda muntazam yangilanib boradi. Bu joyda jadval va kunlik analizlarni qo'yib boradi. Yevro va boshqa valyutli paralar uchun bozor qaysi tomonga qarab yurmoqchi va jadvalga ko'ra grafiki qaysi qismida banklarning orderlari turganini sizga postoyanli ko'rsatib boradi. Aslida do'stlar, banklar yoki brokerlar yoki dealing markazlar yoki shunga o'xshagan katta tashkilotlar o'zini savdo pozitsiyalarini hech kim bilan bo'lashib bormaydi. Demak do'stlar, birinchi raqamli qoida: siz har doim struktura bilan birga savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, struktura o'zidan oldingi minimumni pastga sindirib beryapti. Siz struktura tomonga qarab turib, kuchli tarafdan slabiy tomonga qarab savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi raqamli qoidaga keladigan bo'lsak, narx mana bu joyda strukturani pastga sindirib o'tyapti. Bu tarafda supply zona bor, lekin bozor supply zonaga kelib, ozgina reaksiya olib turib, lekin maksimumni tepaga sindirib o'tib ketyapti. Bu joyda do'stlar yangi demand zona shakllanyapti va demand zona supply zonani yengib o'tganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Undan keyin bu joyda supply zona kontrolli demand zonaga oshirib yubordi, ya'ni vaziyatni nazorat qila olmayapti deb hisoblaymiz. Bu joyda demand zonalardan bayga pozitsiya ochishimiz mumkin.
Uchinchi raqamli qoida esa har doim swip zonalardan savdoga kirishimiz kerak. Chunki swip zonalar shakllanganining sababi mana bu joyda ko'pchilik treyderlarni manipulyatsiya qilib, ularni teskari tomonga ochilgan pozitsiyalarini qoplab olish uchun narx aktivni yurayotganini ko'rishimiz mumkin. To'rtinchi raqamli qoidamiz do'stlar, siz topgan swip zonalarni yuqori qismida likvidnost bor yoki yo'qligiga e'tibor berishimiz kerak. Agar swip zonani belgilab, uni tepasida likvidnost topadigan bo'lsangiz, bozor mana shu joyda likvidnosti yetishi bu juda ko'p treyderlarni teskari tomonga pozitsiya ochib qo'yishiga sabab bo'ladi. Va hammani pozitsiyalarini qoplab, bozor o'zi boshqa tomonga juda ham keskinlik bilan yurib ketadi. 5-chi raqamli qoidamiz do'stlar, multi time frame ga e'tibor berish. Ya'ni sizda biron bir blokni topganingizdan keyin u yurib berishi uchun katta time frame dagi bloklarga teskari bo'lib qolmayotganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Masalan, mana bu joyda sizda bittagina demand zona bor. Agar bu harakat katta time frame harakatiga teskari bo'lmasa, bu joyda yurish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. 6-chi raqamli qoidamizga keladigan bo'lsak, bu siz topgan bloklarga narx yetib kelganda qo'shimcha tasdiq uchun kichkina time frame ga o'tib, uni razvorotini topish. Agar kichkina time frame da bozor razvorot qiladigan bo'lsa, bu sizga yana bir qo'shimcha tasdiq, bozor blokni buzib o'ta olmayapti, bu yoqdan narx yurib berish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. 7-chi raqamli qoidamizga keladigan bo'lsak, siz topgan bloklar minimum va maksimumga gun instrumentini tortadigan bo'lsak, sell pozitsiya ochish uchun premium narxda yoki buy pozitsiya ochish uchun discount zonada ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Mana shu zonalarni yurish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. 8-chi raqamli qoidamiz do'stlar, siz belgilagan blok avval ishlamagan bo'lishi kerak. Mana bundoq belgilaydigan bo'lsak, narx keldi, bloklarga ishlab, undan keyin minimumni yangilab ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Agar narx ilgari kelib ishlab ketgan bo'lganida, bu joyda bozorda limitlar yo'q, hozir bu joy pustoy deb hisoblashimiz mumkin bo'lardi. Bu videodan keyin do'stlar, grafikingizni ochib, backtest qilib, o'zingiz uchun qanchalik ishlayotganiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lib qolsa, Telegram kanali orqali javob berib o'tamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentlarda izohlaringizni qoldiring. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.